Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Xulosa bitta udar strategiyani topdik. Kristal o'yiniga вообще-то chidab bo'lmas darajada вообще-то udar balans ko'ryapsizlar 377 million bo'lib ketgan. Xulosa biz Linebet dasturida o'ynaymiz. Linebetdagi promo kodimiz bonus 11.97 deb yozasizlar. 3 million 600 ming so'mgacha bonus qo'lga kiritinglar va 180 ta spinni Besbilatni qo'lga kiritamiz jigarlar albatta. Tak что Telegram kanal silkasi videoni asosida kommentar qoldiriladi. Xulosa snap ko'ramiz albatta yana bir marta. O'yinga birinchi kirganlaringizdan kodda stavka qilish kerak va albatta g'alabani ko'rasizlar. Mana bunaqangi comeback. Boya 3 marta o'ynadim. Kutini ayirib o'rdik, ayron qildik. Вообще-то vayron qilib tashladik. Ko'ryapsizlar 57 soniyani ichida men hozir ko'ryapsizlar. Вообще-то udar pul ushlab qo'ydik. 11 million. 11 million ko'ryapsizlarmi? 11 million вообще-то. Demak, 8 million foyda qildim hozir o'zi. 8 million. Kristal o'yinida вообще-то udar strategiyani biri bu. Strategiya degan narsa nimaligini bilasizlarmi aslida? Strategiya degani ya'ni o'yinni qaysi vaziyatda stavka qilish kerak. O'yinni qaysi vaziyatida qaranglar. Kristal boshida beradi g'alabani. Boshida beradi mana. Udar strategiyani biri bu. 8 koeffitsient ko'ryapsizlar, почти 10 koeffitsient chiqib ketdi menga. İşte udar kristalni yorib tashlash kerak. Hozir o'zi qaranglar. Men shu kun вообще-то o'ynadim. Ko'ryapsizlar, balans 400 million bo'lib ketyapti. Qaranglar, 400 million. 0.5 koeffitsient chiqsa, qaranglar, 0.5 birinchisida 0.5 koeffitsient chiqazib bersa, вообще-то jillixona koeffitsient beradi. Agar 0.3 chiqarib bersa, u podrяд yutqazish bo'ladi mana. 0.3 dan qochinglar. Mana 0.5 chiqazib berdi, hozir 0.5 izi g'alaba bo'ladi. Hozir million stavka qilamiz, ketdik. 1 2 3 4 5 6 7. Javob beraman, ko'ryapsizlar mana, javob beraman. Agarda azart yo'q qo'ymagan bo'lsam, normal yutuq beradi. Vaqti joningdan 1.9. Yomon emas. Yomon natija emas, lekin izi yomon bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, izi yomon bo'lib ketyapti. Maqsadim 400 million qilmoqchiman. Mana shu videorolikda 400 million qilmoqchiman. Kutini ayirib yuboramiz, kristallar bor-ku. Вообще-то bosib yuboradigan joyidan hozir jigar, bosib yuboradigan 2026-yilda o'zimizdan iz qoldirishimiz kerak. Tarix. Gamesni вообще-то buzib tashlaymiz algoritmlarini. Leon 97 kanaliga albatta obuna bo'linglar. Telegram kanalimizga. Telegram kanalda har kun agar stavkalarni tashlab boraman, udarni stavkalar. Bugun Barsani g'alabasiga ham albatta normalniy stavka qilamiz albatta jigarlarim. 0.3 chiqdimi yutqazish beradi albatta. 0.3 koeffitsient yutqazish beradi 2 ta 3 ta. 0.3 chiqsa qo'rqish kerak. 0.5 chiqsa million stavka qilamiz hozir. Bitta 0.5 chiqazib ber. Malades, joningdan sana, joningdan. Ana endi sen bilan stavka qilsak bo'ladi. Yutqazishini beradi, baribir yutqazishini beradi. Lekin albatta katta koeffitsiyentni ham berib yuborish kerak qonun qoida bo'yicha. Jallab yana 0.3 chiqdi. 0.3 chiqsa qaranglar-da, yaxshi bo'lmaydi-da izi. Вообще-то 0.3 chiqsa bo'lmaydi. Bilin, o'zimni shu balansimga qaytib qoldim. 77 million 300. Birvor cho'qillatib joningdan. Yana kami 300 million ber, 29 million ber. 17 million yana. Oy joningdan. Oy. Вообще-то klassniy bo'ldi jigarlar, klassniy. Cho'qqilatib yubordi-yu. Вообще-то
Bosib yuboradigan joydan bo'ldi-ku bu, ey. Men lekin kutmagandim bunaqa bo'lishini. 91 millionga chiqarib tashladim вообще-то. Yordik, yorib tashladik. Maqsadim 400 million qilish. Kristalni o'zidan 400 million qilamiz. Tak что bosamiz jigarlar. Hozir ham million stavka qilishim kerak edi-da. Barcha bu yerda 10 koeffitsient chiqib ketdi jigarlar. 10 koeffitsient. Blin, 2 million 900 beryapti jallab. Ko'ryapsizlarmi? 10 koeffitsient pashti. Значит 0.5 chiqdi, yana bizga normalniy to'q beradi. Bosamiz, qo'rqmaymiz-a. Mana 0.3 dan qo'rqish kerak-da. 0.3 izi yutqazish bo'ladi, dalchi. Dalchi yutqazish bo'ladi-da jallab. Sizlarga sekretni taktikalarni o'rgatib ketaman shu videolikning o'zida. Voy billa. Bunaqasi qaytib takrorlanmasa kerak endi. Nima bo'lsa bo'lsin, endi risk qilaman, ketdik. Ya bo'lmaydi bu ham. 0.8 значит katta koeffitsient bor bunizda, katta koeffitsient bor. Qaranglar, 0.3 chiqsa hech qachon katta stavka qilmanglar. Agar 0.5 chiqsa, bemalol qo'rqmasdan bossalaringiz bo'ladi. Shu yerda 0.8 ham nito-da, nito koeffitsiyentlardan. Ya'ni oyog'i quruq deydi, oyog'i quruq koeffitsient. Bervor joningdan. Kristaljon, ber qani. Ber qani, berganga yarasha ko'proq ber. Joningdan 400 million qilaylik. Bir shotni 400 million qilaylik shotni. Joningdan bervor. Jalkamasku. Mana buni g'alaba desa bo'ladi jigar. Mana buni g'alaba desa bo'ladi mana. Вообще-то kambeklaridan bo'lyapti. Comeback. Oxirga kelib comeback qilyapti. 0.5 chiqdi. Ishlarimiz zo'r bo'ladi hozir. Jigarim, videorolikni ko'rayotgan bo'lsang shu joyigacha bitta like bosib ket. Maqsadimizga yana 4 million qoldi. 4 million ishlasak bo'ldi. 4 million hammasini hal qilib yuboradi hozir. Oka, katta shotingiz bor, siz yuta olasiz, katta gapiryapsiz deyotganlar ham bor albatta, yo'q emas. To'g'ri, katta shotga erishish ham juda oson emas. Jigarlar, oson bo'lgani yo'q bu yergacha. Bu yergacha qancha qadamlarni bosib o'tdik biz. Oson emas, albatta, hammasi ham. Albatta 500 ming pul bilan ham bemalol sizlar ko'tarsalaringiz bo'ladi, katta. Katta shot qilsalaringiz bo'ladi jigarlar. 7 million bu jallab. 96 millionda to'xtashim kerak edi-da. Bekor qilyapman shu ishni, jalka qilyapman. Menga zarilmidi shunaqangi stavka qilish. Jallab 351 million. Bervor qani joningdan, katta koeffitsiyentlarni bervor. 10 koeffitsiyentni bervor. Ber joningdan, bitta kattaroq koeffitsiyent ber. 20 million bo'lib ket. Bosib qani jigar. Mana bu 0.3 xurromi yomon koeffitsiyentda. Oyog'i quruq. 170 million.
Ber qani, full pozitsiyada ber qani. Jallab 400 million qilmoqchi edim men shu videorolikda o'zida. Ber yutuqdi. 7 million, bu hazil emas. 600 dollar stavka qilyapman men. Jallab azart yo bu kun meni yengadi yoki men azart yengaman. Ber 80 million. Davay joning 16 million. Yana dalshi izini so'ra. Ay jallab. 70 millionga chiqargandim ha. To'xtasam bo'lmasmidi o'sha payt? Blin, 5 koeffitsient o'tibor, 5 koeffitsient. Jalka emas-ku. Nima qara, jallab 0.3 ni beryapti yana. 0.3 taylab beryapti. Spesialni qilyapti-da jallab. Bilat, azartli o'yin bo'lib ketyapti bugun. 10 daqiqa bo'lib ketdi. Blin, shu payt to'xtasam bo'lmasmidi? Undan ko'ra Apple of Fortune'da o'zim taktikamni qo'llasam bo'lmasmidi? Botni sinab. Voy jallab. Nimalar qilib tashlaymiz? Блин, вообще-то, я. Ебать. 156 million. Вообще-то, bunaqasi hali. Вообще-то, riski ham dudasi bo'lib ketdi bu. Yetimi. Riski yetimi bo'ldi. Huy, блин. 75 yomon emas. Yaxshi. Yaxshi ketyapmiz, yaxshi. Yana bitta joningdan. Ana bunaqa bo'ladi. Yana bitta ber koeffitsient. Tak, hozir bitta Melsroy taktikasini qo'llaymiz. Qanaqa taktika deysizlar? Hozir qarab turinglar. Bittada qo'llab boramiz hozir. Как раз bizga 0.5 kerak edi. Endi ketdik. Bitta qarsak bo'lsin olqish. Hozir gazini bosib tashlaymiz. Jallab yana 0.3 chiqdi. Kerak emasdi bizga. Voy, blin, suka. Mana buni kutgandim men. Mana natija, mana sallaga. Yibat, mana Monaliza Melsroy taktikasi mana sallaga. Вообще-то, yibatib bo'ldi. Вообще-то bayram bo'ladi bugun. Jigarim, bayram bo'ladi. Yibat. Blin, Viskal Barsa, Viskal Kataluna. Mana ko'ringizlarmi Melsroy taktikasini? Raqibni men bilardim dedi-yu, nozik tomonini. Kristalli ko'tini telpak qilgan Leon 97 o'z bo'ladi albatta jigarlar. Kommentariyaga telpak so'zini yozib qoldiringlar jigarlar, telpak. Yibat bo'ldi prosta. Jigarlar Telegram kanaliga albatta obuna bo'linglar. Keyingi hafta katta cho'tal kutyapsizlarni, katta ehtimol bilan albatta bu balansni yechib olsak albatta videorolik qilib, вообще-то comeback'idan qilamiz. Promokoddan ro'yxatdan o'tib tayyor turinglar. Bonus 97 promokoddan depozit ham qilib qo'yinglar minimalka 5000 so'mdan. Hammaga depozit qilamiz keyingi hafta. Telegram kanaliga albatta obuna bo'linglar. Kanal silkasi jo'natsan hamda kommentariyaga mahkamlab qo'yinglar jigarlar. Barselonaga albatta bugun stavka qilamiz. Xullas do'stlar, yibatidan bo'ldi. Videolarni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yinglar. Qani, bugun biz necha marta, ya'ni 7 millionda stavka qildik. Kommentariyani portlatamiz jigarlar. YouTube kanaliga yangi kirayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziqarliroq, uddarniy strategiya videoroliklarni guvoh bo'lasizlar. Omad hammaga.